Yana bir kitobimiz Kulish bor, qaytish yo'q deb nomlanadi. Bunda bolalar Afrikaga yordam dasturida o'z loyihalari bilan ishtirok etishadi. Ularning loyihasi shundan iborat bo'ladiki, Afrikadagi suvga tashna hududlarda, suv bo'lmagan hududlarda quduq qazish va quduq chiqarish, suv chiqarishni o'ylab topishadi bolalar. Musobaqada qatnashayotgan loyihalarning hammasi bir-biridan ahamiyatli, muhim mavzular edi. Bolalar o'zlari tanlagan loyihaning qanchalar muhim ekanligini boshqalarga anglatish uchun ajoyib hiyla ishlatishadi. Unga ko'ra, bolalar maktabning bufetidagi hamma suvlarni sotib olib bekitib qo'yishadi va loyiha taqdimotiga kelgan musobaqa qatnashchilariga, mehmonlarga, hakamlarga hammasiga qovurilgan sho'r no'xat taklif qilishadi. Sho'r no'xatni juda ko'p yeb qo'ygan odamlar tabiiyki chanqaydi, suv ichmoqchi bo'lishadi. Afsuski, bir qultum ham suv topa olishmaydi, chunki suvlarning barchasi ajoyib ishlar jamoasi tomonidan oldindan sotib olib yashirib qo'yilgan edi. Mana shu tarzda bolalar chanqoqlik qanday his ekanligini, kerak bo'lganda suv topolmaslik qanday fojia ekanligini juda chiroyli yo'l bilan tushuntirib berishadi. Garchi bu voqeaning oxiri mashmasha bilan tugagan bo'lsa-da, yigitlar baribir birinchilikni qo'lga kiritishadi va Afrikada quduq qazish uchun loyihada qatnashishga yo'lga tushishadi. Va Afrikadagi sayohatning davomi ham albatta kutilmagan ajoyib va g'aroyib sarguzashtlarga ulanib ketadi, lekin bu haqida men sizga gapirib bermoqchi emasman, chunki kitobni o'qib o'zingiz tanishib olasiz.